Homilador yoki homiladorlikni reja qilib turib, hali ham anor yemayapsizmi? Siz juda ham katta xato qilgan ekansiz. Videomga bitta like bosib qo'ying. Men sizga hozir homiladorga foyda bo'lgan 3 ta foydasini aytib beraman anori. Demak, boshladik. Anor tarkibida folik sitasi, ko'plab vitaminlar, mikroelementlar bo'lgani hisobiga homilador ayol bachadoni va yo'ldosh orasidagi qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, bachadon mushaklari tonusini yaxshilab beradi va bolada nerv sistemasini rivojlanishiga yordam beradi. Eng keraklisi, uchinchisi, tug'ruqdan keyin hamma sutkamlikdan noliydi, hammada muammo bu. Imina anor homilador ayoldan tug'gandan keyin sut ko'payishiga yordam beradi. Buni homilador tanishiga tez yashab qo'yinglar, bugundan anor yeyishni boshlasin. Menga obuna bo'linglar. Sog'liq birinchi o'rinda. Salomat bo'lasizlar.